Assalomu alaykum kanalimiz muxlislari. Kontent mahsuloti yasalgan firmalar va xonlarimiz haqida sizlarga ma'lumot berib o'tamiz. Kanalimizni yo'qotib qo'ymash uchun like va podpiska bosib qo'yishni unutmaysizlar. Unda biz boshladik. Hozir kunlar isib qoldi, sezon ham boshlanib qoldi. Ustalarimiz uchun ma'lumot berib o'tamiz. Xonlarimiz endi bu boshqacha 0.25, 30, 35, 38 bo'ladi, puli o'zgarmaydi. Bo'y uzunligini siz aytgan razmerda taylab beraveramiz. Konteynerda 6x6 profildan bo'lgan ko'rishingiz mumkin. Bu 35ligi, 38ligi bor, 30ligi tayyari bor. Bo'yi 11.70, 1 metrni 180 ming so'm beryapmiz. Albatta, mana ko'rinishda razmerga taylab bering deydigan bo'lsangiz, taylab bera olamiz. 7 metr, 8 metr deyishingiz mumkin. Tepasida bir dona choyki bo'ladi, 185 ming so'mdan taylab beryapmiz. Yo, choyksiz bo'lsin desangiz, 200 ming so'm taylab beramiz. Bu xonlarimiz 7, 8, 9 metrgacha loy, tom, patologiya bilan behijot ko'tarib turaveradi. Undan ortiq ziyod bo'lgan joylar uchun qo'sh xona qilib beramiz. Qo'sh xonamizda dvoynoy bo'ladi. 340 minglik xonasi bor, 380 minglik xonasi bor, 400 minglik xonasi bor. Farqi shu bitta choyki bo'ladi, shu yoqqa farqlanadi. Turga to'g'ri so'ragan insonlar uchun ham turga to'rlarimiz sotuvda bor. Ko'rishingiz mumkin. Holatlar chotki, turga to'g'ri stenasi 1.8, bir donasini 40 ming so'm beryapmiz. Albatta buni ham shunday qimmatrog'i bor. Nimasi farqi bor degan bo'lsa, stenasi 2ligi bo'ladi. Unda bir donasini 44 ming so'm beryapmiz. Xullas bu tomonda zakaz bo'yicha firmamiz yasabda tayyorlab qo'yapmiz. Sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kimga shunga o'xshash xizmatga bo'lsa telefonga baloga chiqarasizlar. Laygasidan taylab beryapmiz. Bo'yi albatta siz aytgan razmerda taylab beramiz. Konteyner mahsuloti 230 laygasidan 1 metrini 185 ming so'mdan taylab beryapmiz. Ozon holatdagisi bor, ko'rishingiz mumkin. 6 ga 4, 2 turga 4 dan bo'lgan 1 metrini 145 ming so'mdan taylab beryapmiz. Yana ozonlar holatdagilari bor. Turga 4, Ponni ichi ham turga 4, bo'yi 9 metr, 1 metrini 125 ming so'mdan taylab beryapmiz. Shu o'rinda konteyner mahsulotlar haqida ham qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Ko'rishingiz mumkin. Ko'pchilikga kerakli mahsulot laygamiz 230, bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Arzonlar holatdagisi bor. Razmerlari boshqa bo'ladi. Bir tomonda kichikroq bo'ladi. 78 ming so'm beryapmiz. Tozalangan 10 ga 15 ustunimiz bor. Bu bo'yi 230 bo'ladi. Bir donasi 250 ming so'm beryapmiz. Bemalol ustun qilib foydalana olasizlar. Laygamiz qo'rg'a layga. Bir donasini 90 ming so'm beryapmiz. Ichi laygamiz ham bemalol to'sin layga strafilar qilib foydalansangiz bo'laveradi. Poltoqtalarimiz sotuvda bor. 240 ga 116 bo'ladi. Bir kvadratni 110 ming so'm beryapmiz. Holatlar chotki, bemalol poltoqta qilib foydalansangiz bo'laveradi. Bu tomondan xuddi shunaqa. 240 dan 0.55 lik poltoqtamiz bor. Bir dona 132 ming so'm beryapmiz. Albatta siz aytgan razmerga chiqa oladi. Bu kelib razmerga turlab ketaverasizlar. Ustunlik kerak degan insonlar uchun ustunligimiz ham bor. 5 ga 10, bo'yi 255 bo'ladi. Bir donasi 120 ming so'm. Bo'yda ozgina farqi bor, 30 senti. Razmer bor, 5 ga 10, bo'yi 225. Bir donasini 110 ming so'm beryapmiz kaltasini. Konteynerimizda yana ozon holatdagi poltoqtalarimiz ham bor. Ko'rishingiz mumkin. 1.16 ga 1.39 bo'ladi. 1 kvadratni 80 ming so'm beryapmiz. 0.63 ga 1.60 bo'ladi. Bir donasini 80 ming so'm beryapmiz. Albatta ustasi bersangiz cho'tkilab qoqib beradi. Ancha yer xizmatini qiladi. 3 ga 1 list so'ragan insonlar uchun ham sotuvda bor. 3 metrga 1 metr, stenasi 4 bo'ladi. Bu tozalanganni. Tozalangan 530 ming so'm beryapmiz. Latoglar uchun kategoriyaga ham bemalol ishlatsa bo'ladi. Konteynerimiz barcha turdagi mahsulotlar sotuvda bor. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Sizlardan esa bitta like, podpiska. Bu tomonda ham o'sha 1.16 ga 2 metr, 1.80, 1.60, 1.50 razmerdagi poltoqtalarimiz kvadratni 95 ming so'm beryapmiz. Chana ko'pchilik uchun kerakli mahsulot.
Bo'yi 11.70 bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. Bir donasini 550 ming so'm beryapmiz. Albatta, o'pim olmoqchi bo'lgan insonlar uchun yo'llar qilib beramiz. Bemalol telefon qilib aloqa chiqib olasizlar.